Hozir biznesdagi eng ko'p uchraydigan xatolardan biri ijara shartnomasini tuzayotganda soliq masalasini oldindan kelishib olmaslik. Yaqinda bir mijozimiz mulk egasi bilan oyiga 10 million so'm ijara haqiga kelishibdi. Ikkala tomon ham soliq masalasini muhokama qilmagan. Hujjatlar buxgalteriyaga kelganda muammo paydo bo'lgan. Qonun bo'yicha korxona jismoniy shaxsdan ijara olganda ijara haqidan 12% daromad solig'ini ushlab qolib, byudjetga to'lashi shart. Natijada buxgalter 10 million so'mdan 1 million 200 ming so'm soliq ushlab, mulk egasiga 8 million 800 ming so'm to'lagan. Shunda mulk egasi men 10 million so'mga kelishganman, nega kam pul beryapsizlar deb norozi bo'lgan. Bunday holatga tushmaslik uchun ijara haqini kelishayotganda soliqni ham hisobga olish kerak. Shu kabi soliq va buxgalteriya masalalarida savollaringiz bo'lsa, tortinmasdan bizga murojaat qiling. Qonunchilik talablari asosida to'g'ri yechim topishga yordam beramiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, tadbirkor tanishlaringizga yuborib qo'ying.